Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 2026 yilda pensiya to'lovlarida nima o'zgardi? Nega ayrim odamlar pensiyam kamayib qoldi deyapti? Nega kimlargadir minglab so'm qo'shildi? Boshqalarga esa atigi tiyin yoki juda kichik summa qo'shilgandek ko'rinyapti. Bu ma'lumot har bir pensioner ota-onasi bor farzandlarga hali pensiyaga chiqmagan. Lekin ish staji va maoshi bo'yicha hujjat yig'ayotgan fuqarolarga bevosita tegishli. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam o'ziga tegishli pulni talab qilmay yurishi yoki aksincha. Menga kam berishyapti deb asabiylashib, asl sababni bilmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Men esa hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Pensiya haqiqatan ham kamaytiriladimi? Qonuniy asos bo'lmasa, tayinlangan pensiyani shunchaki kamaytirib qo'yish mumkin emas. Lekin amalda odam oladigan pul miqdori ayrim oylarda kamaygandek ko'rinishi mumkin. Buning sabablari bor. Oldin vaqtincha qo'shimcha to'langan bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitobda ortiqcha to'lov aniqlangan bo'lishi mumkin. Ishlayotgan pensionerning holati o'zgargan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi yoki nafaqa turi qayta ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Yoki bank kartaga tushgan summa bilan hujjatli pensiya summasi o'rtasida farq paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensiya oshsa, hamma uchun bir xil oshadi deb o'ylardi. Masalan, pensiyalar 10% ga oshdi degan gapni eshitgan odam, demak, mening pensiyam ham aynan 10% ga ko'payadi deb kutadi. Lekin amaliyotda pensiyaning tarkibi bor. Asosiy pensiya qismi, staj uchun qo'shimcha, ayrim toifalar uchun ustamalar, kompensatsiyalar, minimal miqdorga yetkazish mexanizmi, nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha alohida hisoblar. Shuning uchun bir odamga oshish katta ko'rinadi. Boshqa odamga esa juda kichik ko'rinadi. 2026 yildagi eng ko'p tushunmovchilik shunda. Odamlar umumiy oshirishni o'zining yakuniy kartaga tushadigan summasi bilan solishtiryapti. Aslida oshirish ba'zan faqat ma'lum qismga qo'llanadi. Ayrim qo'shimchalar esa o'sha foizga kirmaydi. Yana bir holat, pensionerning pensiyasi minimal chegaraga yetkazib qo'yilgan bo'lsa, oshish mexanizmi boshqacharoq seziladi. Ya'ni uning hisoblangan pensiya oshgan. Lekin minimalga yetkazilgan umumiy to'lovida farq juda katta bo'lmasligi mumkin. Birinchi misol, Abdullo ota 35 yil ish stajiga ega, pensiyasi avval 1.900.000 so'm bo'lgan. Pensiya oshirilgandan keyin u 2.900.000 so'm atrofida kutgan. Lekin kartasiga 2.100.000 so'm tushgan. U 7.000 so'mning qayerga ketdi deb o'ylaydi. Tekshirib ko'rilsa, oldingi oylarda unga vaqtincha kompensatsiya yoki boshqa qo'shimcha to'lov berilgan. Yangi hisobda esa bu alohida qatorda ko'rinmay qolgan. Bu yerda asosiy pensiya oshgan bo'lishi mumkin. Lekin avvalgi qo'shimcha doimiy bo'lmagani uchun yakuniy farq kutganidan kam chiqqan. Ikkinchi misol, Muhabbat opa minimal pensiya miqdoriga yaqin pensiya oladi. Uning ish staji kamroq, rasmiy maosh past bo'lgan. U hammaning pensiyasi oshdi, meniki nega atigi 20.000 so'mga oshdi deb shikoyat qiladi. Bu holatda muammo shundaki, uning hisoblangan pensiyasi avval ham minimal chegaradan past yoki unga yaqin bo'lgan. Davlat uni minimal darajaga yetkazib to'lagan. Oshirishdan keyin hisoblangan qismi biroz ko'tarilgan, lekin umumiy to'lov minimal mexanizm bilan bog'liq bo'lgani uchun farq katta ko'rinmagan. Bu sizga hech narsa qo'shilmadi degani emas. Bu pensiya formulasi va minimal kafolat o'rtasidagi tafovut. Uchinchi misol, Jamshid aka pensiyada lekin ishlashda davom etadi. Ishlayotgan pensionerlar bo'yicha ayrim holatlarda qo'shimcha ma'lumotlar, ish joyidan maosh va bandlik haqidagi ma'lumotlar pensiya tizimiga kech tushishi mumkin. Agar ish beruvchi ma'lumotni vaqtida bermasa, pensiya jamg'armasi hisobni keyingi oyda tuzatadi. Natijada bir oyda kamroq, keyingi oyda ko'proq tushishi yoki aksincha, ortiqcha to'langan summa ushlab qolinishi mumkin. Bu odamga pensiyam kamaydi bo'lib ko'rinadi. Lekin aslida tizim oldingi hisobni to'g'rilayotgan bo'ladi. To'rtinchi misol, Dilbar opa nogironlik pensiyasi oladi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasida guruhi qayta tasdiqlanadi yoki muddati uzaytiriladi. Agar hujjat kechiksa, to'lovda vaqtinchalik uzilish yoki summa o'zgarishi bo'lishi mumkin. Guruh o'zgarsa, pensiya miqdori ham o'zgaradi. Masalan, avval birinchi guruh bo'lgan, keyin ikkinchi guruh deb belgilansa, ustamalar va hisob o'zgaradi. Bu holatda pensioner albatta hujjatning sanasini, guruh belgilangan muddatini va pensiya bo'limiga
qachon yetib borganini tekshirishi kerak. 5-misol. Boğuvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilada farzandlardan biri 18 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Shunda to'lov kamayishi mumkin. Oila pensiya kesildi deydi. Aslida tizimda huquq tasdiqlanmagan bo'ladi. Agar farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma olib pensiya bo'limiga topshirish kerak. Shundan keyin ayrim hollarda qayta hisob qilinadi. Endi kim xavotir olish kerak? Agar sizning kartangizga tushgan pul oldingi oyga nisbatan sezilarli kamaygan bo'lsa, masalan 100 ming, 200 ming yoki undan ko'p farq bo'lsa, albatta tekshiring. Agar nogironlik guruhi, boğuvchisini yo'qotganlik, ustama ishlayotgan pensioner maqomi, staj hujjatlari bilan bog'liq o'zgarish bo'lgan bo'lsa, ham tekshiring. Agar siz pensiya tayinlanganda ayrim ish yillaringiz kiritilmagan deb o'ylasangiz, bu ham jiddiy masala. Kim shoshilmasligi mumkin? Agar pensiyangiz bir oyda juda kichik farq bilan o'zgargan bo'lsa, masalan bir necha ming so'm, bu bank sanasi oldingi oyning qoldig'i, qayta hisob davri yoki qo'shimcha to'lovning alohida tushishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin shoshilmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta pensiya hisob varag'i bo'yicha ma'lumot olishni maslahat beraman. Buning eng asosiy sababi pensiyaning bir xil bitta raqam emasligida. Pensiya hisobida odamning rasmiy ish staji, ish haqi, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq bo'yicha ma'lumotlar, pensiya turi, imtiyozli toifa, minimal kafolat ustamalar va alohida kompensatsiyalar inobatga olinadi. Ikki odam bir xil yoshda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin biri 30 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi bo'yindagi yil rasmiy ishlagan. Biri yuqori rasmiy maosh olgan, ikkinchisining maoshi konvertda berilgan. Pensiya hisobida esa og'zaki maosh emas, hujjatda ko'rsatilgan rasmiy maosh ahamiyatli. Mana oddiy holat. Bir odam 25 yil davomida korxonada rasmiy ishlagan, oyligi doim hujjatda ko'rsatilgan. Uning pensiya bazasi yuqoriroq bo'ladi. Oshirish bo'lsa, uning pensiyasida qo'shimcha sezilarli ko'rinadi. Ikkinchi odam esa ko'p yil ishlagan, lekin yillarning bir qismi hujjatda yo'q. Arxivda ma'lumot topilmagan yoki ish beruvchi badallarni to'liq ko'rsatmagan. U men ham 30 yil ishlaganman deydi. İnsoniy jihatdan tushunaman. Lekin pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Shuning uchun unga qo'shilgan summa kamroq chiqishi mumkin. Yana bir nozik nuqta. Ayrimlar mening qo'shnimga billahi ming qo'shilibdi, menga 40 ming qo'shildi deb solishtiradi. Qo'shnining pensiya turi boshqa bo'lishi mumkin. Staji boshqa, ustamasi boshqa, nogironlik holati boshqa, ishlash maqomi boshqa. Pensiyani qo'shni bilan solishtirish ko'pincha noto'g'ri xulosa beradi. To'g'ri solishtirish uchun pensiya tayinlash varaqasi, staj, ish haqi davri, ustamalar va to'lov tarkibini ko'rish kerak. Birinchi tuzoq, kartaga kam tushdi, demak pensiya kamaydi degan xulosa. Ba'zan pensiya bir necha qismda tushadi. Masalan, asosiy pensiya alohida, qayta hisob bo'yicha farq alohida, kompensatsiya alohida sanada tushishi mumkin. Shuning uchun faqat bitta SMS ga qarab xulosa qilmang. Bank ilovasidan yoki bankdan to'lovlar tarixini o'ymoq oling. Qaysi sonda qancha pul tushganini ko'ring. Ikkinchi tuzoq, pensiya bo'limi o'zi biladi deb hujjat topshirmaslik. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizim orqali olinadi. Lekin hamma eski ish joylari, kolxoz davridagi arxivlar, tugatilgan korxonalar, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar avtomatik chiqavermaydi. Ayniqsa 1910 yillar, 2000 yillar boshidagi ish joylari bo'yicha arxiv hujjati talab qilinishi mumkin. Agar stajingiz kiritilmagan bo'lsa, siz faol bo'lishingiz kerak. Uchinchi tuzoq, ishlagan yillar bor, lekin maosh ma'lumoti yo'q. Stajning o'zi muhim, lekin ish haqi ham muhim. Ba'zan fuqaro ish stajini tasdiqlaydi, lekin o'sha davrdagi oylik maoshi bo'yicha ma'lumot topilmaydi. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Shuning uchun arxivdan faqat ishlagan degan ma'lumot emas, imkon bo'lsa ish haqi haqidagi ma'lumotnomani ham olish kerak. To'rtinchi tuzoq, ortiqcha to'lov. Bu juda nozik masala. Agar tizim xatolik bilan sizga bir necha oy ko'proq pul to'lagan bo'lsa, keyin aniqlanganda ushlab qolishi mumkin. Odam buni pensiyamni kesishdi deb qabul qiladi. Aslida davlat ortiqcha to'langan summani qaytarish mexanizmini ishga tushirgan bo'ladi. Bu holatda eng muhim narsa qancha ortiqcha to'lov aniqlangan, qaysi davr uchun, qaysi hujjat asosida oyga qancha ushlab qolinadi. Shularni yozma ravishda so'rash kerak. 5-tuzoq pensiya turi almashganda farq. Masalan, odam yoshga doir pensiyaga o'tadi.
yoki nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tish masalasi chiqadi. Har doim ham yangi tur avtomatik ravishda ko'proq bo'ladi deb bo'lmaydi. Ba'zan bir turdagi ustama ikkinchi turda boshqacha hisoblanadi. Shuning uchun pensiya turini almashtirishdan oldin qaysi biri menga foydaliroq degan hisob kitobni so'rash kerak. 6-chi muhim jihat bola parvarishi davri. Harbiy xizmat, oliy ta'lim yoki boshqa davrlarning stajga kiritilishi masalasi. Bu yerda hamma davrlar ham bir xil tartibda kiritilmaydi. Qaysi davr qachon, qanday shart bilan, qaysi hujjat asosida inobatga olinishi qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun qo'shnimda kiritilgan, menda ham kiritilishi shart deb emas, o'z hujjatingiz bo'yicha tekshirtiring. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz 2026 yilda pensiyangiz kamaygandek bo'lganini yoki juda kam qo'shilganini sezsangiz, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, oxirgi 6 oy yoki 12 oy bo'yicha kartaga tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Har oy qaysi sanada qancha tushganini alohida ko'rsating. Agar bank ilovasi bo'lsa, skrinshot qiling yoki ko'chirma oling. Agar naqd olsangiz, to'lov varaqalari yoki pochta ma'lumotlarini yig'ing. Sizda aniq raqam bo'lmasa, hech kimga kamayibdi degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda og'zaki menga kam tushdi demang. Aniq yozing. Mening pensiya to'lovim falon oyda falon so'm edi. Falon oyda falon so'm tushdi. Pensiya miqdori qaysi asosda o'zgargani tarkibi ushlab qolish bo'lsa sababi, qayta hisob bo'lsa davri haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Yozma javob so'rash juda muhim. Chunki og'zaki javob unutiladi, yozma javob esa keyingi shikoyat yoki qayta tekshiruv uchun asos bo'ladi. 3-qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tek xulosasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Farzandning o'qish joyidan ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni tayyorlang. Hamma odamga ham hammasi kerak emas. Lekin sizning pensiya turiga mos hujjatlar bo'lishi shart. 4-qadam, agar ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, eski ish joyingizga yoki arxivga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Hokimlik arxivi, idoraviy arxiv, davlat arxivi yoki korxonaning huquqiy o'risi bo'lishi mumkin. Ma'lumotnomada ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim, buyruq raqamlari va imkon bo'lsa ish haqi ko'rsatilishi kerak. 5-qadam. Agar sizga ortiqcha to'lov bo'lgan deysa, darhol hujjat so'rang. Qaysi oylar uchun? Nega ortiqcha to'langan? Qaysi qaror yoki hisob kitob asosida? Qancha miqdor ushlab qolinadi, bularni bilishga haqqingiz bor. Agar ushlab qolish miqdori sizning yashash sharoitingizga og'irlik qilsa, bo'lib ushlab qolish tartibi bo'yicha murojaat qilish mumkinmi? Shuni so'rang. 6-qadam. Agar pensiya bo'limining javobidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga Mayk Bakkakov uz orqali elektron murojaatga, xalq qabulxonasiga yoki qonuniy tartibda sudga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin shikoyat qilishdan oldin qo'lingizda yozma javob, bank ko'chirmasi, pensiya hisob kitobi va hujjatlar nusxasi bo'lsin. Shunda murojaatingiz aniq va kuchli bo'ladi. 7-qadam, pensiya hisobini tekshirtirishda menga ko'proq qilib bering deb emas, mening stajim, ish haqim, ustamalarim va to'lov tarkibim qonun bo'yicha to'g'ri hisoblanganmi? Shuni tekshirib bering deb murojaat qiling. Bu juda muhim. Chunki mutaxassis aniq savolga aniq javob beradi. Yana bir maslahat. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning SMS-larini bir oy ko'rib hammasi joyida demang. Ko'pincha keksalar qo'shimcha tushgan pulni ham, ushlab qolingan pulni ham ajratib tahlil qilmaydi. Farzand sifatida bank ko'chirmasini olib, oyma-oy taqqoslab bering. Agar 2026 yilda oshirish bo'lgan bo'lsa, oshirishdan oldingi va keyingi 3 oyni solishtiring. Bitta oyga qarab emas, kamida 3 oylik harakatni ko'rib xulosa qiling. Demak, azizlar, 2026 yilda pensiya bo'yicha eng katta masala shuki, hammaga bir xil qo'shilmaydi. Hammaning kartasiga tushadigan summa bir xil mantiq bilan o'zgarmaydi. Kimlargadir minglab so'm qo'shilishi mumkin, kimlargadir juda kichik summa qo'shilgandek ko'rinadi. Buning sababi staj, rasmiy maosh, pensiya turi, ustamalar, minimal kafolat, nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlik holati, ishlayotgan pensioner maqomi va hujjatlarining to'liqligiga bog'liq. Agar pensiyangiz kamaygandek bo'lsa, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Bank ko'chirmasini oling. Pensiya jamg'armasidan yozma izoh so'rang. Hujjatlaringizni tekshiring.
kerak bo'lsa arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Eng muhimi o'z huquqingizni hujjat bilan talab qiling. Sizda 2006 yilda pensiya oshdimi yoki kamaygandek bo'ldimi? Qancha farq sezildi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir. O'ziga tegishli pulni qaytarib olishga yordam berishi mumkin.